Assalomu alaykum azizlar, BCT.uz kanali yana sizlar bilan qarshingizda. Mana shunaqa ajoyib mashina bozori. Bugun havo juda ham yaxshi bo'ldi. O'shaning uchun bitta bir video tayyorlay deb shu yoqqa keldim. Hozir sizlar bilan aylanamiz, mashinalarni ko'ramiz. Narxlari bo'lsa sizlarga bunday ko'rsataman. Shuncha ekan deb, agar narxlari bo'lmasa, shunchaki mashinani o'zini ko'rib, ya'ni o'tib ketaveramiz. Relax formatidagi video olamiz. Xo'p, agar salonga boradigan bo'lsam, sizlar uchun Kia'dan K3, K4, K5, keyin EV6 mana shunaqa elektromobillar, ya'ni hozir sal ko'paygan, yangi modellari chiqqan. O'shalarni ko'rsatish niyatim bor. Undan oldin esa kelinglar shu yaxshi havoda, tabiatda mana shunaqa mashinalarni birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Mana bu yoqda hammasi Genesis'lar turibdi. Asosan Hyundai'ga tegishli bo'lgan kompaniya. Kimda kim bilmasa, ya'ni Genesis bu Hyundai'ga tegishli luxury mashinalar ishlab chiqaradi. Xuddi Mercedes Maybach ishlab chiqargani kabi. Bilmaydiganlarga shu ma'lumot, biladiganlarga shunchaki takror. Mana bu mashina GV Saxon, ya'ni Genesis'dan GV Saxonning restyling versiyasi. Biladiganlar biladi, bilmaydiganlar qanday farqlimi degan bo'lsa, hozir mana mashina o'tib ketsa aytaman. Qayerdan farqlimi desanglar, ilgaridagi versiyasida haligisi bo'lmagan. Mana bunaqa ko'rayotganinglardek kubik bo'lmaganda, farasi boshqacha bo'lgan. Bunda ya'ni kubik qilib o'zgartirgan hamda mana bu radiator panjaralari ko'rayotganinglardek 2 qavat. Mana shunaqa dengiz emas, mana shundan farqlasanglar bo'ladi. Oldidan mana shunaqa bo'lib chiqadi. Xo'p, hozir bundan narxlarni ko'rsatib qo'yibdi, keyinlar ko'ramiz. Menimcha anchadan beri turibdi mashina. 65 million debdi. Xo'p, 2,5 liga ekan obyomi. Hamda xo'p 2024-yil 4-oy, ya'ni chiqqan ekan, 20 ming yurgan. Agar bu 60 million ham taxminan 40 ming dollar plus turadi. Ya'ni mana shu mashina. Bu Koreyadagi narxi. Albatta bunga bir 3-4 ming rastamoshkaga, dastavkaga, keyin rastamoshkasini to'lash kerak bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa. Bu yoqda esa mana bu G Saxonning o'zi, bu sedan, BMWning 5-seriyasi, Mercedesning E-Class bilan, ya'ni bitta segmentda yuradi. Lekin bu o'ta luxury deymizmi, mana shunaqa. Ularga qaraganda ko'p opsiyalarni arzonroq olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu 48 million ekan. 50 million deb ham aytsak bo'ladi. Shunda bu bir 30 ming dollar atrofida bo'ladi. G Saxon, ya'ni 23-yil 1-oy ekan, 2,5 litrligi. Xo'p, bu ham 20 ming yurgan ekan. Xo'p, mana bu joyida kraskasi boshqacha bo'lib turibdi. Menimcha ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, qanaqadir urilgan joy bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu mashina Kia'dan Mojave degan mashina. Bu Kia'ning eng katta SUV'si hisoblanadi. Koreya uchun Amerika mamlakatlarida bilsanglar, haligi Telluride degan mashina bor. Bu ham ya'ni Kia'ga tegishli bo'ladi. Bu Kia Mojave. Mashina juda ham yaxshi. Qo'pol, bunday katta, bahaybat, ishlari endi katta. 6 kishiligi bo'ladi buni. Yoki bo'lmasam 5 kishiligi bo'ladi. Yomon emas, ichida zamonaviy ko'p narsalar bor. Xo'p, davom etamiz ko'rishda. Mana mashinalar endi eskirgan. Bu mashinalar kimda kim shu nostalgiya uchun agar olmasa, umuman nimasi yo'q, qiziqish qolmagan. Bu mashinalar chunki rasxoti juda ham xarajati katta. Birinchidan bu mashinalar ko'p yoqilg'i sarflaydi. Ob'yom katta, turbinasi yo'q. Mana shunaqa davrning mashinalari. Xo'p, bu yoqda ham xuddi shu turibdi. Nomerni qaranglar. 1777 ekan. Xo'p, bu ham radiator panjaralari 2 qavatlik restyling versiyasi ekan. Kelinglar, hozir buni ham bir narxini ko'ramiz. Xo'p, 61 million degan 3,5 litrligi, 4 ta ballon tortadigan 24-oy. Yurgan masofasi 40 ming ekan, bu sal ko'proq yurgan ekan. O'shanga bu bir 35 minglarga menimcha olsa bo'ladi bunaqa mashinalarni. Hattoki undan arzonroq ham olsa bo'ladi. Xo'p, ketdik, endi sekin bu yoqdan chiqamiz. Bu yoqda mana Stinger turibdi. Stinger endi taxminan shu BMWning M3 yoki bo'lmasam C63, xullas mana shunaqalarni segmentidagi mashina V6 bo'ladi. 3 litrni qancha mana shunaqa atrofdagi endi Sportingsni aytyapman. Buni ham lekin oddiy versiyalari bor. Menimcha bu ularga yetolmasa kerak, M seriya yoki
AMG'larga yoki AMG'larga baribir qandaydir bularda texnologiya boshqacha. Lekin u nemislarniki baribir nemis. 40 ming yurgan, 25 million won debdi. 2,5 ligi ekan bu, 21-yil. Shunda xo'p 15 ming deydigan bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. 15 ming dollar taxminan mana shu mashina. Xo'p, mana ko'rsatdim sizlarga. Hozir Koreyada yomg'ir yoqqaniga mana unaqa mashinalar toza bo'lib turibdi. Keyin endi dabdalasi chiqadi hamma yoq xullas. Chang sababli. Xo'p, keyin mana bu yoqda yana turibdi, faqat bu endi sal kichikroq versiyasi. Bu GV70. Mana bu sal kichikroq. GV80dan sal kichigi. Bu ham lekin restyling versiyasi. Buni ham ya'ni oldidan mana unaqa nimalardan radiator panjaralari hamda yoritgich chiroqlaridan ko'rsa bo'ladi. Mana ko'rayotganlaringizdek mana unaqa joylari bor. Bu brak emas, qanaqadir xatolik emas. Buni dizayni shunaqa. Xo'p, mana shunaqa kellar. Buni ham narxini bir ko'rib o'tamiz. 46 million deb qo'yibdi. 30 ming dollarni tashkil qiladi hozirgi vaqtda. Xo'p, shunda 24-yil 8-oy 2,5 lik, ya'ni 10 ming kilometr yurgan ekan. Mashina holati yaxshi. Mana shunaqa mashina ko'rayotganinglardek. Zo'r. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamiz. Mana bu mashina endi sal boshqacharoq mashina izlar. Hyundai'dan elektromobilni sportivniy versiyasi. Izlar Ioniq degan mashinalarni ishlab chiqarishadi. Elektromobillarni ular 100%, ya'ni tok bilan harakatlanadi. Hamda o'shalarni N degan, ya'ni versiyasi ham bor. U N degani elektromobilni sportivniy versiyasi deb, ya'ni tasavvur qilsanglar bo'ladi. Narxi 55 million 500 ekan. Shunda bu taxminan 38 ming 35 ming dollar orasida bo'ladi. Yili 24, 4-oy. Xo'p, 30 ming yuribdi. Haqiqatan ham mashinani ko'rsanglar sportivligini bilsa bo'ladi. Aynan mana shu mashinani bir ko'rsatdi. Nürburgringda nemislarda bor, shunaqa kaltso bor. O'sha joyda Nordschleife deydimi xullas. O'sha joyda rekord o'rnatish bo'yicha BMWni eski MX dan, ya'ni tezroq vaqtda yetib kelgan. Ya'ni o'shaning uchun elektromobillarga qandaydir juda nima deydi? Ko'rsatkichlari aynan tezlik bo'yicha sal yuqori, lekin og'irligini hisobiga ilgari ortda qolardi. Endi hozir texnologiyalar shularni ham tezroq harakatlanishni, ya'ni ta'minlayapti. Endi bu mashinani ko'rsanglar, mana kimga ma'qul bo'lsa bir marta ko'rsataman. Mana qaranglar. Juda ajoyib. Lekin men baribir elektromobillarni tarafdori emasman. Yoqadi zo'r, qandaydir tez qo'zg'aladi yoki masalan hozirgi vaqtda ekonom deb aytsak ham bo'ladi. Lekin baribir benzinga alternativa menimcha chiqqani yo'q. Xo'p, mana Ioniq deb yozib qo'yibdi. Ioniq 5 aytgancha, men 6 dedim shekilli bo'ya. Ioniq 5 albatta, ha. Xo'p, bu yoqda N shildik bor, mana unaqa difuzorlari bor. Xo'p, orqasida kamera bor. Mana bu joylarni qaranglar. Hammasi mana bu yoqdan qanaqadir havoni qiladigan joylari. Nima deydi? Aerodinamikani yaxshilash uchun. Zo'r. Kelar shu ballonlarga ahamiyat beramiz. Qanaqa ekan? Xo'sh, 275 ga 35 21 lik, ya'ni nimalar qo'yibdi, shinalar hamda pastlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa qizil nimalari bor. Stavkalari bor. Mana Morning turibdi, mana u Sonatalar turibdi. Mana u bu ham bir Hyundai'dan bordi, konverdan olib tashlagan. Kelar ko'rsataman. Arslanmi bir nima deyiladi shu nomi. Xo'p. Bu ham Sonatani nima deydi? Sal boshqacharoq versiyasi. Orada restyling bo'lib ketgan Sonatalar ham ko'p. Mana Sonata, mana sal shu Sonatadan kattaroq Arslanmi bir nima degan mashinasi ham bor edi. Xo'p, 110 ming yurgan ekan. 1.6 li motor, 16-yil ekan. Narxini lekin qo'ymabdi. Xullas, mana shunaqa mashina. Katta sedan, benzinni endi ko'p ichadi bular. Ekonom degan narsani bilmaydi. Mana bu yoqda Ioniq 6, mana. Ioniq 6 bilan agar bo'y adashtirgan bo'lsam, kechirasizlar. Xullas, mana shunaqa Ioniq 6. Kelar, buni ham sizlarga ko'rsataman. Mashina juda ham jo'ski, taksi qilib haydashadi, 1-2 marta chiqqanmiz. Jo'ski deganim haliga juda ham qattiq. Ma'nosida. Xo'p, mana
23-yil 84 ming yurgan. Narxni qo'ymabdi menimcha. Xullas, menimcha olmagan ma'qul. Endi hozirdagilari yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, mana shunaqa mashina. Ketdik, yana davom etamiz. Xo'p, mana bu tomonlarga ham birdaniga qarab o'taylik. Mana bu BMW ning oxirgi model kuzovlari. G60 kuzovi. Mashina zo'r. Yanada hozir M'lar ham chiqib ketdi buni. Xullas, M5lari gibrid bo'lib, hamda mana shu modeldan boshlab BMW 100% 5-seriyalarga ham elektromobillarni versiyalarini, ya'ni joylashtirishdi. Endi hozir buni yoki bo'lmasam elektrligini olsa bo'ladi, dizel olsa bo'ladi, benzinligini olsa bo'ladi yoki gibridni olsa bo'ladi. Hammasi bor xullas. Impala eng bo'mag'ir mashinalardan biri Koreyada. Xo'p, bu Granger bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu Casper. Casper bu dunyodagi eng kichik SUV deb nom olgan, Hyundai'dan chiqaradigan mashina hisoblanadi. 100 ta o't kuchi, turbinasi bor. Taxminan shu $10,000 edi o'sha payt. Hozir ham mana $10,000 deb qo'yibdi. Endi menimcha buni tortishsa bemalol bir $8,000 ga olsa bo'ladi. Hech qanaqa yangilik yo'q ichida, faqat shu miniatyurni qandaydir odamga kayfiyat bag'ishlaydi shu. Xo'p, mana Lexus turibdi. Narxi yo'q ekan. Mana bu BMW ning G30 kuzov. Mana mashinani haqiqiy zo'rlarmish. Nemislarning mashinasi zo'r baribir. Xo'p, yana qanaqa mashinalar bor? Bu tomonda mana Avante turibdi. G70 turibdi. Mana Mini Cooper turibdi. Bu mashina ham zo'r. Angliyani dizayni, nemislarning kompaniyasi. Xullas, mana shunaqa. Yana qanaqa mashina? Orqalarda karnivallar turibdi. Endi yo'q, o'tib turmaylik. Video o'zi hali cho'zilyapti. Mana GV Saxonning Genesisdan dorestyling bo'lgan versiyasi, radiator panjaralari bir qavat hamda mana bunaqa ko'zlari, yoritgichlari, ya'ni lupalashgan. Xo'p, bu yo'qlarda xullas qolganlar sal eskiroq. Mana Ray tepasida yana qo'shimcha joylar ham qilibdi, qaranglar. Mana Genesislarni qaranglar. G90. Bu mashinani xo'p, eng katta motori 5 litr bo'ladi hamda limuzin versiyasi bor. Orasida mana shu yana ozgina joy bor. Uzun versiyasi bor. Ular 5 litr, xullas 5 litrli ob'yom bilan chiqadi agar adashmasam. Bu 308 lik ekan. 20 million deb qo'yibdi. $15,000 atrofidagi mashina mana shu. Lekin ko'p yurgan bo'lish kerak. 190 ming kilometr yuribdi o'shaning uchun. Bu BMW ning 7-seriyasi Mercedes S-Class Audi A8 ning segmentidagi mashina. O'shaning uchun chiqqanida bular qimmat bo'ladi. Borgan juda ham tez narxi tushadi. Mana bu endi Granger, O'zbekistonda bilmayman qancha. Hozir bu yoqda rosa bir mashhur bo'ladi bu mashina ham. Keyin qandaydir narx tushishni boshlaydi. Juda ham katta, juda ham bahaybat. Hozir ko'ramiz. 23-yil 7-oy. Xo'p, 27,900,000, 30 million bo'lsa, shunda $20,000 ga boravermas. Xullas 2,5 ob'yom. Mana shunaqa mashina mana. Koreyada. Ozgina urilgan joyi bor ekan, men sezdim. Xullas mana shunaqa. Xo'p, yana qanaqa mashinalar bor? Davom etamiz. Mana ilgari Samsung Renault mana unaqa emblema bilan chiqardi. Hozir ularning emblemasi mana bunaqa romb shakliga o'tdi. Agar ko'rib qolsak, sizlarga ko'rsataman. Xo'p, yana davom etamiz. Mana bu yoqda Santa Fe'lar turibdi. Santa Fe'larning, ya'ni yangi versiyasi juda ham o'zgarib ketgan. Ko'pchilikka yoqmadi, lekin menimcha kelasi safardan yaxshiroq chiqarsa kerak. To'liq video bor, kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa mashinalarni ko'rsatsam bo'ladi sizlarga? Mana Kia'ni sal nima deydi? GT K3 GT bo'lishi kerak. O'shanaqa sal sportivniroq versiyasi bor. Hozir o'sha bo'lishi kerak, ko'rsataman mana. Ko'rdinglarmi? K3 GT gulishtirlari, ya'ni tutun chiqaradiganlari ikkita bo'ladi, sportivniroq bo'ladi. Shunchaki borsanglar, lekin salonda unaqa ko'rinmaydi. Men biror marta salonda ko'rmaganman. Qandaydir zakaz bilan keladi. Shunaqa. Xo'p, yana davom etamiz. Xo'p, bu yoqda BMW M5 deb qo'yibdi. BMW M5 ko'rmagan ekanman. Balki bularda haqiqatan ham
bordir. Yo'q, bu M5 emas. Qandaydir shildik yopishtirib olibdi. Hamda M5 qilibdi. Bilinadi u, M5 emas. Xo'p, mana bu K7. Buni ham to'liq obzor qilganman ancha yil oldin, 1-2-3 yil bo'ldi. Bu K7 Kia'dan shu ketib o'rniga K8 kelgan. Mana shunaqa, bu ham lekin chiroyli edi. Nimaga K8 qilishdi bilmadim. Xullas shu. Xo'p, mana bu yoqda BMW juda ham ko'p. BMW, mana Volkswagen. Xullas, buni ancha tuning qilgan ekan. Menimcha buni safar ham ko'rsatganmidim. Xullas mana shunaqa BBS degan diskalarda odamlar biladi buni. Mercedes, mana BMW X6, vohima mashina bu. Mana 5-seriya BMWlar bor. Bu ham 5-seriya yangi versiyasi, mana X3 bo'lishi kerak. X3, mana bu yoqda esa uje X5 turibdi. Bu oxirgi X5lardan hali yangisi chiqqani yo'q. Shunga oxirgi kuzov deymiz. Mana kelinglar, bu yoqda Lexus bor ekan. Lexusga qiziqadiganlar bo'lishi kerak. Nemislarga, yaponlarning mashinasiga ko'rsataman hozir sizlarga. Xo'p, mashina ES300H. Xo'p, narxini kelishamiz debdi. Ya'ni 2,5 litrli ob'yom. Xullas yaxshi, bu mashina ham yomon emas. Xullas mana shunaqa. Kelinglar, yana davom etamiz. Bu yoqda Range Rover. Mana sizlarga ko'rsatadigan mashinalar. Xo'p, bu Spark eski versiyasi. Ya'ni birinchi Sparklardan. Kelinglar ko'ramiz qiziqish uchun o'zimizning mashina. 1 litrli ob'yom, narxini qo'ymagan, lekin sizlarga aytishim mumkin 13-yil ekan. Bu mashinalar taxminan $2000 turadi. Shunaqa. Xo'p, bu yoqda yana qanaqa mashinalar bor? Ko'rsatsam sizlarga. Mana Ioniq, mana 5 ni ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni nima versiyasi? Oddiy versiyasi, N emas. Explorer turibdi. Ford X3, yana 5-seriya BMW, Mercedes E-Class. Xullas, bu yoqda Samsung Renault'niki, bu yoqda Cadillac turibdi. Eski versiyasi Escalade'niki. Xo'p, mana shunaqa. Davom etamiz. Tesla. Mana Model Y bor, Model 3 bor. Har xilidan bor. Xo'p, yana davom etamiz. Biringlarcha oldinroqqa ham boraylik, nimalar bor ekan. Xo'p, mashinalarni ko'pini eshigi ochiq bo'ladi. Kirib bemalol ko'rsa bo'ladi. Ba'zilariniki yopiq bo'ladi, lekin baribir ham so'rasa yaxshi biroz. Egasi bo'lsa, egasi bo'lmasa, xullas shu videoga olayotganingizga ham hech narsa demasa, shuni o'zi ham katta haligi narsa, nima deydi? Katta yordam deymizmi? Mana shunaqa. Xo'p, bu yoqdagi mashinalar mana bu yerda ko'rsatdim sizlarga. K3 oddiy versiyasi, mana K5. Kelinglar ko'ramiz, chunki bizlarda ham ko'p bu mashina. 69,000 yurgan, 21-yil. 2 litrli ob'yom ekan. Narxini yozmabdi. Nimaga yozmaysan narxini deydi. Xullas yozmabdi. Mana shunaqa. Xo'p, Kona elektromobil, mana Samsung Renault. Bu yoqda Spark, faqat sal yangiroq versiyasi, bizlarda chiqmagan u. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, yana nima ko'rsatmoqchi edim sizlarga? Xo'p. Endi bu mashinalar eskirgan haqiqatan ham. Mana mashinalar umuman eskirgan. Bularning rasxoti bir marta buzilsa, ta'mirlaydigan haligi ketadigan pulga boshqa mashina olsa bo'ladi. Xo'p. 188,000 yurgan ekan. Yili necha ekan? Yili 1,5 ekan. 2015-yil ekan. Mana Volvo. Mana bu yoqda GV70. Mana bu yoqda chiroyli Spark turibdi. Kelinglar ko'rsataman sizlarga. Mana Spark. Bu Sparkni ancha zo'r chiqqan bu oldingisiga nisbatan. Afsuski bizda chiqarilmadi. Xo'p, 16-yil. 6 million debdi, $4,000 debdi. 50,000 kilometr yurgan. Bu mashinani 16-razmer bilan keladigan shinalari ham bor. Diskalari 16. Xullas, luklari bor. Mana faralari linzalashgan versiyasi bor. Juda ham bir zo'r nimalar bilan keladi bu opsiya bilan. Xo'p, keyin davom etamiz. Yana bu yoqda qanaqa mashinalar bor?
Mana tabiatni qaranglar, hamma yoq ko'm-ko'k. Juda ham zo'r bo'lyapti. Cinematic view deydimi? Xullas mana shunaqa. Hozir gelikchilarga gelik ko'rsatamiz bitta. Xullas mana bu yoqda gelik turibdi. Santa Fe turibdi. Mana Morning turibdi. SLK Mercedes turibdi. Lincoln turibdi. Yana Escalade turibdi. Mana bu yoqda bizga nima turibdi? Gelendwagen 7000 V8. Endi buni ham bir o'zini muxlislari haydamasa ham o'lib hayda olmaydi. Shunaqa. Buni orqasida lekin mana haqiqiy Maybach turibdi. Maybachni GLS Mercedesni, ya'ni Maybach haligisi juda ham bahaybat. Balonlari 23 ekan, boya ko'rdim. Orqasi 325 ga oldi. 300 xullas 285 ekan. Kattaligi 23 ekan. Men ko'rib, voy, dod devordim xullas. Lekin narxni qo'yib qo'ygan bo'lsa, sizlarga bir aytaman. Xo'p, 20-yil ekan. 90 ming yurgan ekan. Afsuski narxi 90 million deb qo'yibdi. Bir GLS 400D Formatic. Menimcha bu sal g'alati qo'yib qo'yibdi. Xullas 90 million deb qo'yibdi. 60 ming dollardan sal oshar ekan. Nimaga hamma yoq Maybach yopishtirib tashlagan? Mana. Menimcha bu mashina GLS bularni Maybach deb turib hali qilgan. Nima deydi? Tuning qilishgan bo'lsa kerak. Lekin hech narsa deya olmayman. Bu narsani men o'rganmaganman. O'shaning uchun biladiganlar, shunday ko'rib boq farqli deganlar bo'lsa, mana aytib o'rasizlar. Mana shunaqa ko'rinishdagi mashina. Voy, dod deydi. Xo'p, mana unaqa oddiy geliklar degan bo'ladi. Yana ketdik, davom etamiz. Mana Jeeplar turibdi, Camaro'lar turibdi. Mana bu mashina endi umuman bir boshqacha chiqqan mashina. Bu Kia'dan EV4. Juda ham futuristik, bir tayini yo'q bir dizayn bilan chiqqan. Xuniyligini qaranglar. Umuman bir tushunib bo'lmaydi. Orqasi bagaji bir borga o'xshaydi, bir yo'qqa o'xshaydi. Mana shunaqa. Buni ham bir salonda sizlarga ko'rsatib qilaman. Videoga olib. Hatchback desa hatchback emas, sedan desa sedan emas, xullas mana shunaqa mashina. Xo'p. Mana shunaqa mashinalar azizlar. Kelinglar, yana ozgina ko'ramiz. Mana shu joydan sekin chiqib ketamiz keyin. Morninglar turibdi, Carnivallar, Seltos Panali Sportage. Xo'p. Yana qanaqa mashinalar bor? Tracker turibdi mana. Tracker. Bu yoqda Trax deyiladi. Lekin Tracker xullas. Kelinglar, narxi bilan bir tanishib chiqamiz. 71 ming yurgan, 20-yil ekan. 10 million deb qo'yibdi. 7 ming, 8 ming dollar atrofida ekan. Shu mashinalar. Xo'p. Yana qanaqa mashinalar bor? Mana Ray oxirgi versiyasi. Oxirgi, ya'ni ko'rinish. Menimcha bundan yangisini chiqqani yo'q. Mana shunaqa mashina bozorini sizlar bilan tomosha qildik. Kelasi safar narigi tomoniga o'tib ham ko'rsataman. Mana. Maza qilib ko'ringlar. Hammasi turibdi. Borgan sari narxi tushib ketaveradi. Mana shunaqa. O yo'qdagi tepadagi joy ham ko'rsataman. Mana shu mashina sotadigan joy. KB turibdi. O'sha mashina sotadigan joy. Keyin mana bu yoqda ham sariq bino ham mashina sotadigan joy. Xo'p. Azizlar, hammanglarga o'zingizlar orzu qilgan mashinani olishni niyat qilib qolamiz. Xudo xolasa hammanglarni o'sha niyatingizlarga yetkazsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.